Har kuni ertalab mana shu qora sidrin yog'idan ichaman, mana ikkita kapsula ichib olaman. Qiz ichida 60 ta bo'ladi. Nafaqat qora sidrin yog'i bilasizlar, ming dardga, o'limdan boshqa hamma narsaga davo deganlar payg'ambarimiz va undan tashqari buni ichida al-hindi bor ekan. Al-hindi haqida eshitsam, Xitoy va Hindistonda o'sadigan o'simlikni ildizidan olinadigan vosita ekan. U ginekologik, urologik, shamollashlar bormi, viruslar bormi, hammasini ketkazar ekan. Inson organizmidagi qon tomirlarini polni tozalab, qon bosimini yo'qotar ekan va insonda allergiya bo'lsa, allergiyasini yo'qotib berar ekan. Miya ish faoliyatini yaxshilab berar ekan va buning ichida temir moddasi kuchli bo'lib, inson organizmini immunitetini baland ko'tarib berar ekan. Qaranglar, buning ichida shunda undan tashqari al-helbi ham bor. Al-helbi 19 ta narsaga inson organizmida foydali ekan. Har bitta kapsulamizda tasavvur qiling, qancha hozir vitamini bor. Buni kecha jonli odzivlarini eshitib, qizlardan homilador bo'lib qolganlarni va gormonlarni to'g'ri joyga